Hammaga assalomu alaykum, chorvoyim olim. Xo'p, hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa haftaning yakshanba kuni 2-noyabr Xudo xolasa bugun ya'ni yangi yuklarimiz kelgan. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar berib boramiz inshaalloh. Doimgidek Ozodbek boshchiligida Ozodbek Hammaga chorvoyim obunachilari. Kelorasizlar Yo'zovonda patka makkalar. Siz holatlarni qarang. Yagmari kambayin urgan. Buni hattoki tovuqlaringga bersa ham doni ko'pligidan bo'k o'lib qoladi. Doni vobshe kuchli Xudo xolasa. Ozodbek maqtang Ozodbek. Kelorasizlar Yo'zovonda bu obunachilar. Kelorasizlar chorvoyim obunachilar mana. Vujudidon. Yagmar kambayin urgan. Olib keling kamerasi. Men patka makkalar ko'ryapsizlarmi Yo'zovonda? Zakatovkamiz qancha ketadi Ozodbek? Zakatovkamiz ko'p aka. 2 furo yetadimi obunachilar aytib yuboring. Bexijolatda Xudo xolasa. Dastavkamiz qayerga bor? Tun O'zbekistonga bor. Samarqand, Buxoro, Tojikiston, Rossiyalarga bor. Uzoqdan o'ylanib, pul tashashda o'ylanib turganlarga nima deysiz? Karta raqamlarimiz bor, kartalarga tashlashlaring mumkin. Bexijolatda Xudo xolasa. Bexijolat. Xudo xolasa qadrli obunachilar, silosimiz cheklanmagan miqdorda bor. Bexijolat. Qaysi nomerga telefon qilsa o'zingiz aytib yuboring. 969 764 969 ga murojaat qilaverasiz. Ekranga ham ekranning nomerlariga telefon qilaverasizlar. Shu videoni obunachilarga tashlab qo'yamiz. Obunachilar kommentariyani portlatib yuboringlar. Shu videoni o'rtalariga tashlab qo'yinglar. Salomat bo'linglar. Qidish.